Assalomu alaykum aka ukalar, barchalaringizga xayrli kun tilab qolamiz. Azizda Xorazm Yangiariq o'zimizning qo'riqtamda yana bir zo'r barcha qulayliklarga ega bo'lgan avtomoyka Sammoy o'z mashinangni o'zing yuv deb yana ish faoliyatini boshladi. Manzilni eslataman. Tuman markazidan kirib kelishingiz Shohsaroy to'yxonasi bo'ladi. Shohsaroy to'yxonasining yanında. Bu tomonimiz hammamiz bilgan Bag'at taraf o'zimiz qo'riqtomdan kelishda bo'ladi. Namina uyni boshida. Xudo xolasa sizda zo'r sharoiti, yaxshi, toza suv, oddiy suv, pena deysizlarmi, o'siq deysizlarmi, ish qilib hozirgi kunda hamma shart-sharoitlar bor ekan mo'ykada. Undan tashqari plisoslarni aytasizlarmi? Bemalol mashinaning ichini ham tishlanib chang ko'pini tozalaydi. Qisqasi avtomoykadan o bo'lishi kerak bo'lsa, hamma shart-sharoitda mujassam. Qiyi beton stashka qilingan, asfaltdan tushmaysiz, keng plashatka. Bemalol mashina yuvgandan keyin mana orqa tomondan chiqarib qo'yib, bu tarafda sirib tozalab, emin için orqaning ketaverasizlar. Shopperlarga yuborib qo'yasizlar, bir like bosasizlar, qadrdon obunachilar, bizani kuzatishda davom etinglar. Yaxshi yangiliklarni sizlarga yana ko'rsatishda biz davom qilamiz. Salomat bo'linglar.